Men ko'p odamlar orasida edim, lekin baribir yolg'iz edim. Chunki insoniyat tez gapiradi, lekin sekin o'ylaydi. Men kelajagini ko'rdim, ammo hozirgi zamon bunga tayyor emas edi. Ba'zan eng og'ir og'riq bu tushunilmaslik. Men hayotimni haqiqatga bag'ishladim. Hayot esa menga sukut berdi. Yolg'izlik meni sindirmadi, lekin sovutdi. Odamlar meni g'oyalarimdan foydalandi, lekin ismimni unutdi. Men dunyoni yoritdim, ammo o'zim qorong'ulikda qoldim. Buyuk fikrlar ko'pincha noto'g'ri vaqtda tug'iladi. Shuning uchun ham meni eslashdi, lekin juda kech.